Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 1-ayning 22 kuni chorshanba. Menga yana vatandan bir qism uchurlar keldi. Bugun shuni sizlarga yetkazib qo'yay. Aslidagi mazmun kirishdan burun sizlarga ikki uqtirish bor. Uqtirish emas, endi ba'zi yangiliklardan sizlarni xabardor qilib qo'yay deb o'yladim. Chet eldagi shu kompyuter ishlarini yaxshi biladigan bir inimiz bir Uyg'ur tili app yasadi. App yasab hozir u Alman shirkatiga chiqib bo'ldi. U appning ismi Uyg'urman. Inglizcha Uyg'urman. Ikki so'z. Shu nimaga Apple Store'ga kirib, Apple do'koniga kirib izlasam chiqadi. Uningda yaxshi muzika, ovozli kitob, undan keyin lug'at yaxshi narsalar bor. Bir qarab basana bo'ladi, ishlab basana bo'ladi. Men uniki bu vaqtda hozir uchirdim, shu videoni aslida chiqarib qo'yay. U yerda ham tafsil ko'rasizlar. Bu app meniki burun sizlarga degan Uyg'ur ona tili app emas. Uyg'ur ona tili app burun plan bo'yicha obdan ketib o'tadi. Xudoyim bursa 3-oy, 4-oylarda bitadi bu. Bu emas plan bo'yicha men o'tadi hozir. Bu birisi. Ikkinchisi ehtimol sizlar xabar topgan Amerikada bir qism ziyolilar, Uyg'ur ziyolilar birlashib bir fond jamiyat qurgan. Uning ismi Uyg'ur Project Fondi. Fond jamiyatining ismi. Biz uni rasmiy Amerikada bir shirkat shaklida tizimga oldirib, undan keyin NPO tashkilot, ya'ni kirimsiz tashkilot degan salohiyatga iltimos qilgan. 12-oyning oxirida tasdiqlanibdi salohiyatimiz. Ondan keyin bu uchurda bizga yaqinda keldi. Men bu to'g'riliqni Facebook'ga bir narsa chiqarib qo'yman. Shunday qilib bu Uyg'ur Project Fondi endi Amerikada rasmiy tizimga qilingan bir fond jamiyati bo'ldi. Agar Amerikadagi qarindoshlar bu fond jamiyatiga pul yana qilsa, u pulga bojlanmaydi. Kirimsiz tashkilot bo'lganligi uchun. Men bu vaqtda yana keyin Facebook'ga boshqa uchurlarni chiqarib, asallam pul yana qilinadigan bir narsani qilib qo'yman. Bu fond jamiyatining to'rbeti bor. Bu to'rbetida email yozilgan bo'ladi, pul yana qilingan bo'ladi. To'rbetning ismi uigursfoundation.org. Men bu vaqt uchurlarni shu videoni asli chiqarib qo'yman keyin. Bunda xabar qilinglar. Endi vatanda kelgan yangi uchurlar bu qatam biroz ko'p. Uniki birisi shu 12-oyning 3-kuni Uyg'ur qonun loyihasi Avam palatasida tasdiqlangandan keyin Xitoy hokimiyati intayin qattiq vahimaga cho'kibdi. Sharq Turkistonda bir hafta maxsus Amerikaniki kishilik huquq ahvolini tanqidlaydigan, ayiblaydigan tashkilotlarni olib beribdi. Intayin qattiq kuniga 24 soatdagidek tashkilotlarni olib beribdi. Undan boshqa 3 kunlik vaqt 5-iyul qirg'inchiligi bular ishlagan bir video bor. 2 soatlik. Bular bu 5-iyul qirg'inchiligini oldin planlab olib qo'ygan. Shu nimalarni video oldilardan tortib, amisni oldin tayyorlik qilib, masalan, bir ikki Xitoy qiz bolaniki qon bo'lib ketgan yuzi bir ko'rinishi bor. Amaliyotda menga kelgan uchurda ashlarning hammasini bular yasagan. Amaliyotda bu ishlarimiz yasagan. Maxsus Uyg'urlarni Xitoy davlati ichidagi butun fuqarolarga mana askimanlarda ko'rsatish uchun tayyorlangan video bu. Yaqinda shu 12-oyning 3-kunidagi qonun loyihasi tasdiqlangandan keyin 3 kun uda shu videoni bir televizorlarda boshqa narsa bermay. Naydi vahima cho'kibdi. Andan keyin o'tgandimi ancha-muncha deb o'tganman. Bu texnik jazmlashdi. Hozir butun shu neki kadrlarning hammasini o'rlashtirib, shu lager turmaga oid butun isbotlarni yo'q qilish. Bu isbot mayli yonfonda bo'lsin yoki kompyuterda bo'lsin yoki yozma qog'oz ustida bo'lsin, hammasini yo'q qilish naydi qattiq elib beribdi hozirmi. Yaqinda bir Xitoy ba'zi ishlarni oshkorladi.
umumiy ishlar qatnashgan bir Xitoy ekan. Uniki deyishcha hozir o'lib ketgan Uyg'urlar ko'p bo'lg'achqa shu Uyg'urlarniki bo'lib o'lib ketgan Uyg'urlarga oid barliq isbotlarni yo'q qilib o'tish. Shuning bilan mushundaq bir Uyg'urniki Uyg'ur ilida yashaganligidan iborat mana bir paketni butunlay yo'q qilib o'tish ishini qilayotganligini shu Xitoymi degan. Endi hozir buni umumyuzlikni qattiq tutib beribdi. Yaqinda markazdan ikki tekshirish umid yaptı. Vatanga. Ularga endi shu shoychining kadrlarini maxsus tarbiyalab, ularga qanday qilib yolg'onliklar qilishni o'rgatib turibdi bular. Mana shu bir ishni bu etibdi. Bu o'tganda menda o'tgan markazdagi bir qism kishilar Sharq Turkistonda bo'layotgan ishlardan xabarsiz o'xshaydi. Agar unda bo'lmasa menda ko'z bilimchilikqa tayyor qilmaydi bular. Buni sizlarmi bilasizlar. Ondan keyin shu lagerdan qo'yib berilgili bir qancha oy bo'lgan kishilar bor ekan, bir nechasi. Ularni yaqinda institutga ketibdi. Manki uchurda deyilishicha bu ehtimol chaqaning tayyorligi bo'lishi mumkin. Chaqan kevatdi deb ashlab qotgan bo'lishi mumkin deydi. Shu qo'yib beribdi, ancha uzoq bo'lmagan kishilarning bir qanchasini akir ketibdi. Endi yana bir muhim uchur yaqinda kelgan. Hozir sizlar chet eldagilar hali ko'p oldinglar, Uyg'urlarni qo'yib ketibdi deb. Qo'yib ayga turibdi lagerdan deb. Haqiqatan mana shu ahvol bor ekan. Ma'lum kelgan uchurda deyilishicha hozir lagerdan 60% dak odamni lagerdan chiqaribdi deydi. Magapga diqqat qilinglar, lagerdan chiqaribdi deydi. Lager qurilandi, 60% dak lager qurilandi. Lekin bu chiqqan Uyg'urlarni ichkariga ketibdi bir qismini. Nayt ko'p qismlarga kesib turmuq sulib etibdi. Ondan keyin naytda yana ko'p qismini zavodlarga ulashtirib etibdi. Biz 3 yerga ketibdi bu Uyg'urlar. Qanday to'liq jamiyatda erkin iqib yuribdi degan gap yo'q. Endi ishkirga ketganlar asosan bosik emas yo'lga ketganlar deb tushunsak bo'ladi. Men buni ko'p deb keldim. Ishkirga ketgan Uyg'urlarni bo'lib lagerdan tanlab ishkirga ketgan Uyg'urlarni asosan boshqa ishlarga ketib bordi bular. Birisi bizga bir tahdid deb o'ldirish uchun, ikkinchisi sog'lom kishilarniki ishga asosini setish uchun, uchinchisi har xil tajriba berish uchun. Bu biologiyalik tajriba. Xitoy armiyasi ichida shu biologiyalik qurol yasayotgan, qurol yasash tadqiqotining kuchli haqida bir qancha doktorlar chiqdi xalqarada. Shuni tajriba qilayotganlar Uyg'urlar. Akit bağlaşlıq. Şuna mən asasən işkir ketken Uyg'urlarni bosik emas yo'lga ketdi deb o'ylayman hozir. Ashta ahvol bu atıda. Endi zavodlar ko'p qurilibdi. Masalan, hozir Urumchining uzillamkin 15 va 20 orada zavod bor ekan, qurilibdi yig'indan. Shu lagerdan yo'tkigan Uyg'urlarni ishlatadigan. Endi bu yerga o'rlashgan Uyg'urlar Eğaran 300 so'm maaş aldı ekan, $50. Şuna bular qul ishchi bo'lib ishlayotadi. Bularning ichida men Burma degan oliy maktabning professorlarim bor. O'tganda Sho'rat Zakirniki o'qish bitirib xizmatga ulashdi deganimiz shu. Bular mayli professor bo'lsin, mayli yozuvchi bo'lsin, ziyoli bo'lsin, kim bilishidan qat'iy nazar lagerga sulab chiqqandan keyin ularni zavod qurlashtirib 300 so'm oldigan chiqib qo'ydi. Endi bu ishchilar hepsi 5 gün ishlaydi ekan. Lekin qolgan vaqtida qarasanlar, bular asosan burunqi normal insonlikni yo'qotgan. Sababi nima desanglar, hech kimga qilmaydi. Hech kimga qilmaydigan, uydan taloq chiqmaydigan, masalan, sham kunimi uydan sirtga chiqolmaydigan, ashta bir holatda yashayotgan. Bularni ashliq shart bilan qo'yayotgan. Men burunqi zamonli leksiyalarda hozir so'zlayman bu haqda. İngiliz sözlüklerini tanı söyleyemem. Adamniki karakterini, insanın karakterini özgertip İngilizce bir automatons degan bir narsa qilib qo'ygan oldu. Bu yerim mashina adam degan gap. Kunnish adam yaqlalaydi, tamoq yeydi. Lekin qolgan burunqi normal insonlikda bor muhabbat, nafrat, nurg'un alaylik yo'qolib ketgan. Hozir bizniki zavodga kirgan Uyg'urlarning ko'pinchisi ashta odamlar bo'lib qoldi. Automatons bo'lib qoldi.
ularning kechayotgan turmush ashunaq turmush. Shunga bu bir narsani unutib qolmasak bo'ladi. Quyitibdi deganimiz bilan hozirgi amaliy ahvol shunaq. Agar bu ahvollarni jonlarniki tuqqanlaridan egallab olsanglar bo'ladi. Endi lagerda 40% odam bor ekan, bularni davomli qashqa qildi ekan. Ishkirga o'tkash, turmush o'tkash va zavod qurlashtirish. Hozir ishkirda iqtisodiyotni ziyonda ketib qolgan shirkatlar ko'p ekan. Shularni shu Sharq Turkistonga o'tkazib, Uyg'urlarni qo'l ishi o'rnida shularga urashtirib, shularga belgilab turibdi hozir. Ishkirga o'sha ishlarni aktiv qilganligi to'g'riliq o'tganda internet shu ijtimoiy tarmoqlarga bir qism uchurlar chiqdi. Aytma buni sizlar ko'rdinglar. Mayda arzon bir qatorda 300 dan birimiz, har 300 adam asonlar bir kadr, bir saqchini qo'shib birimiz deb. Har 100 odamga birdan deymizlar, qo'shib birimiz deb ilolar chiqib ketdi. Andikin ishqilib Uyg'urlar teri bilan qilib bitildi. Hozir ahvol shu. Adamdakin ichki jihatdan yana bir narsa uqtirilibdi kadrlarga. U nima desa, Urumchining nüfusi burun 2,2 million ekan, 2 million 200 ming ekan. Hozir 1 million 600 ming o'chib qoldi. Nüfus internet azab ketibdi. Bo'libmi Xitoylardan norozi bo'lib, mana shu Sharq Turkistonga mablag' silib kelgan Xitoylar ziyondat ketib, ish o'rniga olsa adami yo'q. Ziyondat ketib, hukumatga asqan ahvollar bor ekan. Ahvollar bor ekan, nüfus internet azab ketibdi. Ashlar bo'g'ashqa hozir ba'zi Uyg'urlarniki boshqa yurtlardan Urumchiga kelib, uy ijara qilib o'tirishga yo'l qo'ygan o'xshaydi. Ashlar ishlarmi bo'pti yaqinda. Uningki kulimi qanchalik buni bilmayman, lekin ashlar bo'pti. Qisqasi hozir endi Uyg'urlarni talon-taroj qilyapti. Bu vaqtda minat uchun birma oxirida aniki yana bir narsa mana shu yerda deb qo'ydigan bir ish. Urumchi qatnash maktabidagi bir erkinsizlik qismli kishiniki 2015-yil o'lib ketganligini deb berdim. Bu shu 3 davlatga sayohat qilib, qaytib kelib Beijingda aydirma tutilib qolganligini. Xitoyniki aydirmalarda bir qism Uyg'urlarniki rasm uchurlari bor, tutmoqchi bo'lgan Uyg'urlarniki. Bular asosan bularning hammasi degidek chet el nüfusi kirib olmaganlar. Qo'ldagi pasport Xitoyning pasporti. Yaqinda sal belgilashlar ko'paydi. Shunga agar chet elniki grajani bo'lmagan bo'lsangiz, bormay turing. Sizningki rasmlaringiz uchurlaringiz aydirmada bor. Aydirmada yo'qolib ketishingiz mumkin. Hali erkinsizlik voqeasi shuni haqiqatlarga birisi. Buni sizlarga bir eslatib qo'ydim. Bu vaqtda men hozir narsani deyman. Endi men yana bir ishonchlik manbadan Xitoy yangidan tuzib chiqqan plan va taktika haqida muhim uchurlarni egalladim yaqinda. Menga bir uchurlar keldi. Buniki ichida shu chet eldagi tashkilot rahbarlari va munosabatli qismlari bor. Men uni bir qism kishilarga yetkazib berdim, bevositalamkin yozma shaklda. Endi sizlarga uniki bir qismini birga yetkazman. Qolgan qismini keyin yana bir yoki 2 leksiyaga, 2 videoga bilib o'tishim mumkin. Nima qilsanglar, buni bir xil desam biroz qo'rqib qoldi. Uning ustiga sizlarning ismlarini qolmasligi mumkin. Shunga bir narsaga bilib yetkazay dedim. Uniki birisi Xitoy uchun ishonchliklarga pasport ishlash, pasport berish, Xitoy bilan hamkorlashuvchilarning vizasini uzatib berish, Xitoyga ishonchliklarni sirtqa chiqarish, ularning bolalarining o'qishiga kafolatlik qilish, iqtisodiy kirimiga kafolatlik qilish, ularni Xitoy davlat vazifasi bilan sirtqa chiqarish, Xitoyning hikoyasini dunyo sahnasida obdan so'zlatish. Men yana bir aytib qo'yaman, bu Xitoylarning yaqinda tuzgan plan va taktikasi. Buniki birinchisi shunday. Ikkinchisi, har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'urlardan umak tashkillab, yolg'on ko'rgazma, yolg'on tashviqot urlashtirish, xalqlarning ko'zini bo'yash, xalqqa normal berib kelsa bo'lg'udak degan xato tushunchani taqitish. Üçüncüsü, ündidar, telefon, ilxat, her xil torlar orqali tuqqanlarni bir-biri bilan kurashtirib, hamma ish o'ngishli bo'tadi,
xato ishlar to'g'rilanmayotdi degandek yolg'on uchurlarni sirtqa chiqarib, inqilob sepidagi qarindoshlarimizning g'ayratini sundirish, xalqaro jamoatchilikning ko'zini bo'yash. To'rtinchisi, xalqni bostirish siyosatini yuzaki bo'shashtirib ko'rsatib, Uyg'ur sarxillarını vaqtni ching tutib bir taraf qilish. Tutilgan begunohlarni gunoh ortib bir taraf qilish. Assimilyatsiyani tezlashtirib, Uyg'ur madaniyatini yiltizdan quritib o'tish ishini tezlashtirish. Ma'niki manbaq muhim. Xitoyniki hozirgi planimi Uyg'ur sarxillarini yo'q qilib o'tish. Men o'tgan sizlarga dedim, hozirgacha hayot qilib qolgan Uyg'ur sarxillarini bular turumlarga kesmay, shu soch o'rnida tutib turyapti hozir. Necha yuz odamni. Bu vaqtda men burun sizlarga degandim, Xitoyniki maqsadi bularni yo'q etishga. Bularni oxirgi planni yo'q etishgan. Hozir endi xalqaro vaziyatniki besim bilan bular saqlab etibdi. Bu nimadan darak bo'ldi desanglar, ikki jihatdan qilg'ashni kuchaytirish kerak. Birisi hozirgacha saq ammo tutilib yotgan Uyg'ur sarxillari haqidagi tashviqotni kuchaytirish xalqaroda. Bu jihatda bir qism Uyg'ur qarindoshlar ish yapyapti hozir. Buni natijasini faqat yaqinda ko'rsizlar. Endi shu sarxillarniki chet eldagi tuqqanlari isbot beringlar. Yaqinda bu jihatda nihoyatda zo'r ilgirlash bor. Hozir mana shu isbot berayotgan qarindoshlar soni yaqinda nihoyatda shiddatli ko'paydi. Bu bak yaxshi ish. Sizlar mana isbot berish orqali tuqqanlarni qutultira olasizlar. Buni davom qilish kerak. Qaysi tilda qilsanglar mayli, Uyg'urcha bo'lamdi yoki uzanlashayotgan davlatniki tilda bo'lamdi mayli, o qilaversangiz bo'ladi. Eng yaxshisi shu sizlar so'zlagan mazmunni uzanlar yoki boshqa birisiga inglizcha yozdirib, shu videoga qo'yish taqtinglar. Buniki qiymati bak zo'r. Buni hargiz qarmanglar. Bu ishni nihoyatda kuchaytirib berish kerak. Birisi tashviqot davomli mana shu tulib ketgan sarxillar haqidagi, yana birisi ularniki urtuqalariniki isbot berishi. Buni chin tutish kerak. Beshinchisi, dunyo jamoatchiligining ayblashidan o'zini qo'dash uchun yolg'on isbotlarni hisob chiqish. Buni ko'ryapsizlar. Yaqinda Xitoylar buni nihoyat kuchab qilyapti hozir. Video chiqaryapti, maqolalar yozyapti. Vatandagi urtuqalarni so'zlayapti. So'zlab video chiqarib, uni taqdirlatib doshlar qilib yurib, bu jarishlarni kuchaytirdi. Bu mushtaraki planlarning bir qismi. Gunohni ma'lum ayrim shaxslarga ortib, bu ishdan markazning uqmaydiganligi haqida vaziyat shakllantirishga tayyorlik qilish. Xitoy o'zini escape deydi, o'zini qutuldiradigan, o'zini ep qochadigan o'shga deganda bir ma'nosi bor. Bu gunohlarni, bu ishlarni ma'lum shaxslarga otib qo'yib qutulish. Bu jihatda rasmiy plan tuzib, hozir tayyorlik qilishni boshlabdi. Oltinchisi, Uyg'ur xalqini bostirishga qatnashgan Uyg'ur satqun cho'moqchilarning mayli hukumat amaldori bo'lsin, mayli saqchi amaldori bo'lsin, mayli odatdagi kadrlari bo'lsin, tafsili ishlarga qatnashgan qatil jallatlarning hammasini bir taraf qilib yo'qotish. Ozroqmi paket isbot qoldirmaslik. Har qanday xatchak, rasm, video, uchur, yozma, tutgan qo'l, desigan put, anglagan ovoz, ko'rgan ko'z, purgan puroqlarning hammasini yo'qotib talto'kis bir taraf qilish. Mana bu isbotni yo'qotishda qilayotgan planim shu ekan. Men buni burun xil burunlar degandim. Shu men vataniga ushurlarni taqtishga boshlagan xil burunlarkan Xitoyniki mushta plani borligini. Bulubmi hozir shu lager turmalarda Uyg'urlarni qiynayotganlarida Uyg'urlar ko'p. Shu jallatlik, qotillik ishini qilayotganlarida Uyg'urlar ko'p. Gerçi Xitoy hozirlardan paylanayotgan bo'lsa-mu, oxirida hisobda bularni ham yo'q qilib o'tish. Men buni burun degan maqatim qilib Xitoyning planichidimi bu bor ekan. Shunga bunu chet eldagi qarindoshlarning o'zlarining tuqqanlari to'g'riliq isbot berishning naqadar muhimligini ko'rsatdi. Agar sizlar ashundoq bir tuqqanlaringlarniki borlig'ini dunyoga bildirib qo'ymasanglar, shu tuqqanlaringni yo'qolib ketishi mumkin.
Bu bundan keyin bo'lgan ishlar ekan. Shunga buning hargiz bo'sh qarmaydi. Ehtimal ko'rdinglar, men Facebook'ga yo Twitter'ga chiqarib qo'ydim. Yaqinda bir YouTube chiqdi. Bir Xitoy ayolniki qanday qilib Xitoy hukumatı Uyg'urlarniki ishki azasini halal organ, halal ishki aza deb shu Saudiya Arabiston qatorliq arab davlatlaridagi boylarga setayotganligi haqida isbot bergan bir videosi bor. Buni chet eldagi qarindoshlar bu videoga İngilizce, Xitoycha xatlarni kirgizib bo'ldi, kirgizib taqatdi. Boshqa tillarni qilmoqchi yana. Türkçe, Arabcha, Ruscha degandek bunu bu yo'lda ish qilayotgan qarindoshlar bor. Buniki ta'siri intayin yaxshi Twitterda hozir. Bu Uyg'urlarning ishki azosiniki halal organ deb setilayotganligi Twitterda aytdi. Qiziq tema bo'ldi. Undan keyin bir qism aytdi, islom maqolalarini izlayotdi hozir. Bunun ünbək yaxşı bo'ldi. Bu shu chet eldagi Uyg'urlar qilish tegishli muhim xizmatlarning birisi. Shunday yaxshi video bo'lib qolsa, aslidagi tilniki nima bo'lishini qat'iy nazar menga tavsiya qilsanglar, boshqa qilsanglar bo'ladi. Biz uni ko'p tilliq xatlarni kirgizib taqdim qilsak. Men burunda deb kelyapman. Biz davoni o'zimiz qilganniki foydasi yo'q. Yig'larni ichib, bu narsani ichib, resimlarni tortib, resimlarni chiqarib qo'yib, buni qilgan bilan bu vatanlikni qutqizishda bularniki toz degandek unumi yo'q. Tashqi chuqum chetlarga qartilish kerak. Albatta men degandek men isbot berish bo'lsin, boshqa ishlar bo'lsin. Hozir endi maishlar intayin muhim. Hozir kishilar shu ijtimoiy tarmoqlardan bek foydalangan bo'lib ketdi. Ashta boshqa yaxshi videoni agar o'zimiz ishlayolmasak, uningga boshqa so'zlarni har xil tillarda qo'shib, bo'libmi inglizcha, turkcha, arabcha, ruscha mana so'zlarni qo'shib taqasak bo'ladi. Buning unumi intayin zo'r bo'ladi, hozir bo'yatadi. Shunga bu ishqa intayin astoydil muomala qilsak. Undan keyin yaqinda chiqqan YouTube'larning ichida 2017-yili ishlangan bir video chiqdi. Bu Beijingdagi bir doktorxonaniki videosi ekan. Bir Xitoy ayol ingliz so'zlab o'ziniki doktorxonasiniki ichki a'zo almashtirish sharoitini tunishtirdi bu videoda. Uni ko'rsanglar bu doktorxona bir podshohning ordisiga o'xshaydi. Ko'p yaqinlar, meniki YouTube'imda, animamda bor, Facebook'imda. Podshoh ordisi o'xshaydi. Ondan keyin ichida namoz o'qiydigan zali bor. Halal tomoq oshxonalari bor. Shunday nihoyatda mukammal tushuntirib, hatto bir qancha musulmonlarniki o'zi halal ishki a'zoga erishgandan keyingi ta'sirotini so'zlagan videolarim bor. Bu narsa menga intayin qattiq ta'sir qildi. Buni deyishim kerak. Sababi nima desanglar, bu insonniki ishki a'zosi va qimmat, almashtirgan joyda va qimmat. Ko'pincha 100 ming dollardan oshadi. Odatdagi odamni qilolmaydi buni qilayotganlar boylar. Bo'libmi o'tgan haftadagi videoda men Saudiya Arabistonga ko'p sonda ishki a'zolarniki, Uyg'urlar ishki a'zolarniki to'shayotganligini tilga oldim. Men bu yerda bir xabarchi. Menga bu uchurlar muhim yerdan, ishonchli yerdan kelyapti. Shunga men sirtqa bildirib qo'ydim. Ba'zi qarindoshlar men bunday qilsam obrazligi meniki obrazimga ta'sir qilishidan ansirab ko'ngil bo'lib, ancha-muncha takliflarni bergan qarindoshlar bor. Bu ishlarda mening xabarim bor. Men vatan ahvolini kuzatib, bo'lib o'zimniki munosabat darsi kam bo'lg'achqa nurg'un ishlarni o'qib turyapman. Uyg'urga kelgan balo-ofat intayin og'ir. Buni nurg'un odamlar his qilmayotdi. Meniki farzimcha 1997-yildagi G'ulji qirg'inchiligining mobaynida 1 million Uyg'ur jindi olib ketdi. Men o'tganda Mehrigul Tursunniki bergan isboti bo'yicha bir lagerda 69 odamdan 3 oyda 9 odamni o'lib ketganligi. Shuncha statistikani qilib baqdim. Agar lagerda ushlangan Uyg'urlar 1 million bo'lib qolsa, u bir yilda o'lib ketib qolganlarniki soni intayin ko'p. Her 3 ayda o'lganlar o'lib ketib qolgan soni 143 mingga deyman. Ash statistika bo'yicha qaragan chog'da. Lekin
Hozir lageristanga uyg'urlarning soni bek ko'p. Ishga ketib qolganlarning soni bek ko'p. Maqsad o'ldirish uchun ketib qolganlar bor. Uning ichida ish jazosini setish uchun ketib qolganlar bor. Ochib qo'shgan chog'da biz ba'zi 1 million uyg'urlarni olib qoldik. Buni men 21 asrdagi Uyg'ur Holokost deb atayman. Uyg'ur Holokost. Holokost degani ayni vaqtda Yahudilar ishlatgan so'z. U chog'da Yahudilarning 6 milliondek odam o'lgan. Buni bir qism kishilar Yahudilar ko'p turyapti, unchalik odam o'lmagan deb qaraydiganlarmi bor. Lekin bu 1940-yillardagi ish. Hozir endi 2020-yilga kelgan chog'da Uyg'urlarning 1 million odam o'lib ketsa, bu bir Holokost bo'ladi. Men aşağıda atavatım hazır. Bazı maqallarım çıktı İngilizce mişaqda. Uyghur Holokostiga atalğı. Bunu menimce bu qandaq qarindoshlar qo'qma ishlasa bo'ladi. Sen nima qilsa deysan, shuni deymiz. Uyg'urlardan bizning farzimizcha 1 million Uyg'urlar jinda olib ketdi. O'ldirildi. Mana shu yaqinki 97-yildan keyin buni biz Holokost deb atay olamiz. Bunun isboti nima desa, xalqaro kirib tashishsin bizning vatanga berib. Bizning vatanga berib 1997 keyin qancha Uyg'ur o'zining jonidan arildi. Mushun tekshirsa, bu narsa aydın bo'ladi. Hozir Xitoylarniki qaysi darajada razillikligini, bu Xitoylarniki inson o'ylayolgan ishning hammasini qildiganligini bilib turib, mush Uyg'ur masalasiga kelgan chog'da G'arbning muxbirlik o'lchimini qo'llanmayotdi bo'la. Garchi Xitoyga chet elning muxbirlari kiramizmi, chet elniki kuzatuvchilari kiramizmi, BDT'ninki təşviqçiləri kirəmisimi? Xitay Uyg'urlarga ait bütün uchurlarni eng yuqori darajada qattiq kontrol qilgan bo'lsa-mu, bizga yine g'arblarniki muxbirlik o'lchami ishlar qilyapti. Bu biz uchun bir adolatsizlik. Agar buniki haqiqiy ahvolni bilmayman desa, chuqur eng tez suratda bir xalqaroniki tashrish umidiga berib bizga bir tashrish kerak. Hozir bu ahvoldagi og'ir. Men deyman shu ma videolarni ko'rsanglarmi, shunchaki hayron qolasizlar. Andan keyin tunugundan boshlab yana bir Xitoycha maqola chiqdi. Qashqardagi Uyg'ur onalarning sutidan bir xil bakteriya yasab chiqayotganligi haqida. Bu to'g'riliq doktor Mamat mening bir qism tushuncha berdi bu hisoblarda. Bakteriyalarning har xillari bor ekan, uning ichida bir xillari salomat uchun foydali. Bulutma yeni tuqqan analarniki sütüdeki bakteriya, şu balalarniki sağlam üst itilishiga kafolat qiladigan bir xil bakteriyalar bo'lib, nihoyatda qimmatli bakteriya ekan. Hamda hozir bularni qimg'ashi shu qopdan bularniki maqolasi deyishcha, Qashqardagi Uyg'ur analarniki sutidan işte bir qism bakteriyalarni ayirib chiqqanligi to'g'riliq bir maqola chiqdi. Bu Uyg'urlarniki hozir qaysi darajada dafsanda bo'layotganligiga yana bir isbot. 21 asrdagi Uyg'ur Holokostniki bir isboti ma'lum. Andan keyin yana bir video chiqdi yaqinda. Bir tayvanlik Xitoy yigit Qashqarga berib, Qashqarniki koni shahar ko'chalarini aylanib yurib, videoga olib, uni Tayvanga qaytib olganikin chiqiribdi. 1-5-kuni. Bu nihoyat ko'p tarqalyapti hozir. Hozir buning so'zini Xitoycha yozib, uni inglizcha tarjima qilib, boshqa tillarni tarjima qilib, so'zlarni kirishtirib chiqaradiganga bir qism Uyg'ur qandaysa ishlayotdi chetardagi. Keyin uni ko'rsizlar. Bu videomi hozir nihoyatda cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Bu videoda ko'rsanglar, Qashqarniki kon ko'chisida odam qolmagan. Uylarimiz quruq, nurg'un uylarning ishkir muchuq, odam yo'q. Ko'rpaq maqola ko'rpaqsanlar bo'ladi mening Facebook'imda bor. Endi men izchil turda deb kelyapman, hozirgi eng muhim narsa BDT va boshqa xalqaro tashkilotlarniki tashrish umiga bizning vatanga berib tashrish, berish. Ashni qimg'ichilik bu yerda chashqan mukishmak o'ynash bo'lyapti hozir. Xitoy butun shuni yushiryapti, chet eldan kirgizmayapti, yolg'on gapiryapti. Chet elliklar bo'lsa 2018 yil 1-oyda o'tirib chiqqan 1 million Uyg'urlandi degan gapni hozircha o'xshash deb ishlatyapti hozir. Lekin hozir vatanda bo'lgan ahvollar intayin og'ir. Xitoylar hozir allaqachon keyin tashlash umiga borsa, lagerda adam yo'q degan narsaga tayyorlik qilib, hozir 60% lagerlarni bekalab bo'ldi deydi maqtib bo'lgan uchurda. Mushta ishlar bo'lyapti. Shunga shu xalqaroniki BDTniki
tekshiruvchilarniki berishi qancha kechiksa Uyg'urlarga bo'lgan ziyon shuncha ig'ir bo'ladi. Muvaqqatdan o'tganda Angliyaniki degan BDTniki tekshirish umiginiki berib aşağıdan tekshirishga yo'l qo'ysin deb faqatdan hamda Amnesty International degan tashkilotda shu talabni o'tirib qo'yibdi Xitoy. Andan keyin yana bir narsa degan bir xabar chiqdi. Amerika hukumati Tibetliklarga 2020 yil uchun 19 million dollar pul ajratibdi. Buni düşkün Donald Trump imzo qo'yib bu qarorga buni rasmiylashtirilgan bo'ldi. Tibetliklarniki chegara va sirtidagi madaniyat an'anasini qo'g'dash, ma'rif va muhitni qo'g'dash turlariga 19 million dollar pul ajratibdi. Xudoyim bilsa Uyg'urlarga bir kun sachta kunlar keladi. Andan keyin yaqindagi bu Donald Trump bilan Xitoy o'rtasidagi birinchi bosqichlik savdo kelishimi nurg'un qarindoshlarni andishiga soldi. Mening shundoq bugun Donald Trump bir gap qildi. Agar Xitoy o'ziniki va'dasi tutmasa, men bu qatimki kelishimni bekor qilib, mana import beji jihati Xitoyga intan qattiq tadbir qo'llaman deb shunday degan Donald Trump. Endi Xitoy mana oldingi 2 yildagi vaqt ichida yoki mana Xitoy hozirga qadar hech qanday ishda o'zining va'dasi tutib qolgan emas. Dunyodagi va'dasi turishda eng nachar haq bo'la. Mana shu Amerikalar bo'lgan savdo ishida mashaq qildi. Bu qatimki mana shu savdo kelishimida bo'la asosan tinilishni tayyorlab qildi. Masalan, Amerikadan Donald Trump imzo qo'ydi. Xitoydan bo'lsa bir muavin Zongli Liu He kelib imzo qo'ydi. Xi Jinping kelmedi. Agar bu kelishimdan tinib olsam, tinib qolib qolsak meni o'zimcha kutadi degandek andisha bor bunun ichida. Lekin men Donald Trumpning kelgan gapini anglab, nayt xush bo'ldim. Agar Xitoy bu qatim yana va'dasida turmasa, Donald Trump qattiq jazolanishga tayyor ekan hozir. Buni sizlarga bir deb qo'yay deb o'ylab qoldim. Ma'qullamsa, bugun shunchalik deb qo'yay, qolganlarni kelar qatim yana davomli deyman. Yana qatim ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.